Assalamu alaykum bütün dünyanın her qaysi yerlerdeki suyumlu qarindoshlarimiz. Ulug' Ramazon tugash oldida bugun Qadr kechasi, Alloh xolisa Ramazonning 27siga qadam qo'yayotimiz. Bu kecha bütün dünyanın hamma yeridagi bütün xalqimizni vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqillik uchun duo qilishinglarni umid qilaman. Alloh bütün qarindoshlarimizni zolim Xitoyning zulmidan qutqazsin. Suyumlu qarindoshlar, qaraydigan bo'lsak, har yili Quddusda, Falastinda mana shu Ramazon kunlarida portlatish, o'ttirish, shahid qilish bo'ladi. Ammo lekin zolim Xitoycha vatanimiz Sharq Turkistonda mana shu Ramazonda zulmni, bosqini, so'yqarimni kuchlantiradi. Kommunist zolim Xitoy bilan Isroiliyaninki ayni zamonda, ayni vaqtda mana bu zulmni ko'paytirishninki sababi nima degan vaqtida, chunki Quddusdagi ana shu Isroil musulmonlarga zulm qilayotgan ham Quddusni ishg'ol qilib qolgan shu yahudiylar bilan zolim Xitoylar, kommunist Xitoylarga Sharq Turkistondagi zulm desteklayotgan mas'ullar deydi. Ana shu yahudiylar bo'lganlik uchun Emir bir yerden kelgechga birla vaqtda ayni Sharq Turkistonda va Quddusda o'xshash vaqt, o'xshash chisalarda, o'xshash zulm, o'xshash boshqa bo'ladi qarindoshlar. Ammo chet elda cho'digan vaqtida zolim Xitoy kafirlarininki Turkiyadagi va boshqa davlatdagi Uyg'urlarga jini yetmaganlik uchun tor internetlarda sestish, pishta pasat, g'ayvat, tuhmat, hasid bilan Ramazonda hech qachon qilmagan tuhmat, iftira, hatta montaj, resim, boshqalarning resmini bunun kirishtiradigan, boshqa videoni bunun kirishtiradigan, hatta ovozlarni tortib kirishtirib, mushu Sharq Turkiston da'vosi qilayotgan oldingi safdagi kishilarga cho'digan vaqtida haqoratlarni qattiq qiladi. Maqsad nima degan vaqtida ulug' kunlarda Ramazonni xotirjam tutqizmaslik, mana shu Ramazonning 27si bo'lgan bu ulug' kunda cho'digan vaqtida texidim xotirjam iboratdan qilmasin. Mana shu Qadr kechasi, mana shu bir kun 80 yildan 1000 oydan ortiq dedi qarindoshlar. Mana shu kunga ulashmasin degan maqsadda bu zolim Xitoy kafirlari ham zolim dunyoning hamma zolimlar buni bilganlik uchun mush kunda bütün İslam alemini, Sharq Turkiston'ni, Falastinni, Quddusni cho'rigan vaqtida elishtirdi qarindoshlar. Qaraydigan bo'lsak, mana mushundaq ulug' kunda, mush Ramazonda ya qarindoshlar bir yilning ichida 365 kun bu. Tamam, 364 kun tuhmat qilgan, g'aybat qilgan, fitna qilgan, hasad qilgan, Xitoyga ishlab munofiqlik qilganlar mush bir kun bo'lsin bir chidab bir g'aybat qilmagan bo'lsa, bir kun bo'lsin chidab fitna qilmagan bo'lsa, bir kun bo'lsin chidab fitna qilmagan bo'lsa, bir kun bo'lsin chidab tuhmat qilmagan bo'lsa, mush bir kun bir ibodat qilib olgan bo'lsa, Alloh shuning bir gunohlarini mag'firat qilaversa, keyin tövbe qilib tuzilib kelsa, nima degan yaxshi. Ammo mush bir kunda, mana mush Qadr kechasi da'vatgan kunda, inshaalloh Alloh yetishtirsa, mush kunda azvaylab ketar ekan. Demek bularninki musulmonligi shubiylik, Uyg'ur turkligi va uninki Sharq Turkistonlik ekanligi shubiylik qarindoshlar. Balki bu qani buzuq ya anasi ya dadasi ya bir nimasi Xitoy bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa Xitoydan bo'lishi mumkin, Uyg'ur nom bilan ish qilayotgan bo'lishi mumkin. Qaraydigan bo'lsak, mush Xitoyga o'xshaydigan Uyg'urchani yaxshi tushunadigan ba'zi insonlar paydo bo'lib qoldi. Bulardan bek diqqat qilishimiz kerak qarindoshlar. Suyumlu qarindoshlar, mana hech qachon chiqmagan, ham chiqsa-mu yomon azveylimagan gap mana bugun azveylab ketdi. Mushu biz 72 yil mobaynida xalq saylim bilan hech qanday raisni bir Sharq Turkiston xalqimiz o'tirg'a chiqaramagan. Xitoyning turli uyollari, tahdidlari, haqoratlari, tuhmatlari va hokazo ishlar tufayli. Ammo biz cho'rgan vaqtida Sharq Turkiston xalq saylimi qilamiz deb 2 yil kuchudik. Bu tuhmat, bu fitna, bu g'aybatlar bilan 2 yil buzib keldi. Bizningki mush xalq saylam qilish planimizni buzib keldi. Kommunist Xitoylar o'zini o'z saylag'achqa chet eldaman, o'zini 4-5 dan birlashib o'zini o'z saylab olib boshliq lider deb oldigan ish. Ana Xitoydan bir o'ginib qolgan Alloh saqlasin.
ish bo'lg'achqa biz bu ishni cho'rigan vaqtida 2 yil ichida 2 yil o'tgandan keyin Xitoyning o'yinini buzib tashlab, Uyg'urlar eng jiq bo'lgan butun Uyg'urlar vakillab saylam qatnashgan ish bo'ldi. Şu saylamı şunda güzel, şunda yaxşı ötkizdik. Ama saylam jarayonida to'rt tarafga Xitoy o'zini munofiqni o'rinlashtirib, bugun saylam yo'q, tunugim bo'ldi deb, bugun saylam iptal bo'ldi deb, ruxsat qilma deb nurg'un odamni keyingandirib o'tgan bo'ldi. Shunda bo'lsa-mu, shu zal aran 400 kishilik odamga ruxsat qilganlik uchun virus u bu tufayli Allohga shukr, araz zal tushab, saylamni oy verib, xalqimiz o'zi xohlagan kishiga oy bergan bo'ldi. Bu saylam qatnaşkan kişilerin içinde hiç qaysi meni urug' tuqqanim emas. Chunki men İstanbuldagi, Turkiyadagi dunyoning hamma bir urug' tuqqanlarimni saylamga qatnashtirgizmadim, to'sdim. Kemmali herkes bo'lmasa, Navachinda xalq men tanlab qolsa, men saylanib qolsa, bu tuqqanlar bilan saylam o'tkaz deb qoladi deb, shuning bilan men buni to'sdim. Tuqqanim qatnashmadi. Ham vatanda bizlar o'ynab cho'ng'igan, tijorat qilgan do'stlarimiz bordi. Hatto bundan qatnashtirmadim. Bu do'st og'ayinlar bilan bu saylam o'tkazdi demasin deb. Bu saylam qatnaşkan qarindoshlarning asas jihatdan to'lisini men tunamayman. Uni menimi tunamaydi. To'lisi men tunamaydi. Misol elib bersak, Saudiya Arabistonda doim ko'k bayroq ko'targan biz akademiyalik Tusin Hajim bor. Alloh razı olsun qarindoshimizdan. U qarindoshimizni men tuzuk tunamayman. Bu qarindoshimiz bilan faqat o'tgan Istanbulda shu atan urug' tuqqanlardan guvohlik berdiganlar bo'lsa, mush opchi guvohlik berdigan ish vadigan vaqtida shu qarindishimiz 11 yilmi qarindishimiz so'layapti, men guvohlik beraman deb ketgan. Shu guvohlik berdiganlar ichida qatnashdi, 5 qatim bir guvohlikda billa bo'ldi. Ya men uning bilan bir do'st ya qarindosh emas. Ammo yaxshi ko'raman, men suyman, meni suyam do'st, suyamam deb yaxshi ko'raman, ko'mini mening karim yo'q. Ammo da'vo qilib uchun yaxshi ko'raman. Ya'ni bir qarindishimiz bor, Arxan deb bir ko'zga ko'maydigan, bir ko'z ko'radigan, ammo shu futbol siyosatida xil kuch chiqargan bir qarindishimiz bor. Şu qarindishimizmi shu saylamda bor. Uni o'xshaydigan nurg'un qarindoshlar va to'lisin tunamayman. Ular bizni to'g'ridan internetdan, ondan bundan taniydigan qarindoshlarimiz. Chiqan qarindoshlarning hammasi bizga o'y bermadi. Bizga saylamni qaraydigan bo'lsak, 4% birisiga 14%, ya'ni bizga 82% xalq bizga o'y berdi. Allah razı olsun. Oy bergandimmi, oy bermagandimmi Allah razı olsun. Qatnash niyati va qatnashamaganimmi Allah razı olsun. Ammo bu bugungi kunda Ramazonning 27-ga va kuchab ketish nima degan vaqtida Xitoy avvalgi o'zini odamlarini cho'rigan vaqtida Ramazonning 27sini xotirjam o'tkazmasinmi Uyg'ur. Bu kun xotirjam bo'lib qolsa, o'tirib joynamoz duo qilib qoladi. Duosi ijobat bo'lib qolsa bo'lmaydi. Ma biz Xitoy vayron bo'lib ketamiz. Ma yomon kun ma deb, ma musulmonlar bilmagan bilan ma kunning qadrini kofirlar bek biladi, bek qo'rqaydi. Xuddi payg'ambarimizmi Makka mushrik kofirlar bek qo'rqaydi, biladi, e'tirof qilmagan bilan. Shunga o'xshash ma ulug' kunni ma Xitoylar biladi. Shuning uchun qaraydigan bo'lsak, to'r internetda pishta fasod, g'aybat, to'kmat kuchayib ketdi. Qaraydigan bo'lsak, diniy qarindoshlar men har vaqt dedi. Elishingizga kel dedim. Berishingizga kel ber dedim. Shaxsiy adovatingizga kel ol dedim. Mening ucham bo'lsa, yavam bo'lsa, meningki adovat bizniman bo'lib qolsa, men ulug' Ramazonda kechirib etdim. Alloh affochani affu qiladi dedim. Adresim aniq dedim. Anqarada Millatchi partiyaning oldida telefon nomerim aniq dedim. Qanday gap bo'lsa keldi. Ammo bizga qilinmaydi. Ammo lekin shu qandaliki bir Uyg'ur yillardan beri mendek bosh da'vo qilayotganlarning bir da'vo qilgan da'vosini, namoyishini, yoki qilgan so'zini, yoki bir boshliqlik ko'rishganini toqat qan hamon uni Messengerdan bir yerdan ushtir qilib, WhatsAppga telefon qilib, voy Abduvali Bug'ra Aqchi, Mahmud Ko'kchi, Abduqodir Yo'qchan undaq, bu bundaq deyish orqali ashanda qiladigan ish to'xtamadi. Yillardan bir to'xtamadi. Kim bizning narsamizni taqatsa, qilsa, bu Xitoy maxsus bizga 40 odamni kepil qilib qo'ydimi, igi qilib qo'ydimi, 40 munofiqni bizga mas'ul qilib qo'ydimi bilmaymiz. Bugungacha voy Abduvali Bug'ra sizning narsangizni taqatsaqlar, bu nomsiz telefonlar qilib bizga bunda tahdid qiladi, bunda gap qiladi, aqchi ko'kchi deb deydigan ish yillardan bir tugimida ham boshqa da'vo qilgan qarindoshlarning beshidami bu ish bor ekan. Ammo hech qanday natijaga erishaolmadi. Bizning boshqalarning beshini beshimiz qo'yib, maynet videolarni taqib baqdi, rasmlarni taqib baqdi, montaj qilib baqdi, boshqa xabarlarni qilib baqdi, aqchi deb baqdi, ko'kchi deb baqdi. Hammasi bo'sh bo'ldi. Chunki payg'ambarimiz vaqtida payg'ambarimizni nima dedilar? Majnun deb baqdi, sirgar deb baqdi, shoir deb baqdi, aqchi deb baqdi, ko'kchi deb baqdi. Hech qanday foydasi bo'lmadi. Payg'ambarimiz Makkani, Madina islom bilan sharaflantirdi. Butun dunyoga islom dini taqatdi, butun insoniyatni uyg'otdi. Ana shunga o'xshash biz haqiqat ustun mustahkam bo'lsak,
gepimizde, sözümüzde, hareketimizde haqda bo'lsak shu o'rga vaqtida bu töhmet, fitna, uyan hamma narsa bo'sh bo'ladi ekan. Shuning uchun biz Alloh va Rasulning yo'lida manganligimiz uchun Alloh xolisa Allah ezgigan hech kim xor qilinmaydi deb hech kim xor qilinmadi. Hech kim bu da'vodan bir kun keyin yondiranmadi. Hatto biz iqtisoddan oriyman deb qo'yimish aqch ko'kchi deb baxti. Bugun kelgacha urug' tuqqanlarimiz, do'st yo'lalarimiz destek verdi. Alloh xolisa mana bugünkidek hech kim qilinmagan ishlarga biz qadam qo'ydik. Bundan burungi da'vo qilgan qarindoshlar qilish orzusi va qilinmagan ishlarni qilyapmiz. Ham bundan keyin inshaalloh cho'ng ishlarni planlayapmiz. Buyuk elchilik, vatanga yo'l ochadigan, vatanga amaliy ish qiladigan, vatan ko'k bayrog'imizni tiklaydigan, zolim Xitoyni vatandan qo'g'lab chiqaradigan mana bu shunday ishlarni nurg'un muhim ishlarni biz planlayapmiz. Buni bilgan zolim Xitoy uxlayolmadi, o'tiranmadi, yotanmadi. Kechalar tushlarga biz chirib qoldikmi, Shi Jinping kafirning bilmaymiz. Eng cho'ng xoyan jasturni ishga selib cho'rgan vaqtida bizga aram bermadi. Ammo bizcho İstavul deb qilaverdi, karoylik mengaverdi deb oldimizga qarab mengaverdik. Alloh xolisa bu da'voda futuq natija qozonayverdik. Qaraydigan bo'lsak, bugun Turkiyadagi butun Uyg'ur hammasi boy. Vatanimiz Sharq Turkistonda boy bo'lmasa, pul bo'lmasa Turkiyaga chiqolmaydi, Saudiya Makkaga borolmaydi. Ammo zolim Xitoy vatanda hamma narsani qo'yib elavag'achqa qarindoshlarimiz qiyinchilikda qoldi. Allah Teala bu kambag'alning barkati bilan boyni boy qilaman deydi. Bizmi boy bo'lib baqqan, shirkat qurib baqqan, dukkan ichib baqqan, butun dunyoni aylab baqqan, zakat berib baqqan. Obdan bilamiz boylikning nima ekanligini. Allah bir kunda arib baktı. Bu vaqtlik narsa. Bu dünyanın baylık vaqtlik narsa. Bunun qadrini bilmasak, bunun zakatini, üşürtini, vaqtini bermasak, oxiratda Allah bunun hesabini so'raydi. Buni beralsakchi, yuzimiz jo'ri qilib beramisak, sol xudo yetamning haqqini yegan bo'lamiz. Shuning uchun men bu butun dunyodagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarni ham turk qarindoshlarimizni Turkiyada qiyinchilik Uyg'urlarga yordam qiling deb chaqiriq qildik. Bundan chiqib paytsan ko'rdik, qaysirda butun Uyg'urligidek qiyinchilik var yordamga erishdi. Hozir ko'pdir Anqarada butun oilalar yordamga erishdi, qiyinchilik va qarindoshlar. İstanbul'da aylı bek çık koygaç kalmak yetiştiren bulduk. Yerimden çıkarak yetiştirdik. Bunun dikem yetiştiririz inşallah. Hatta bu Akgönül halkımızda bazı tilamçılar parçaplagan buldu. Bu Türk milleti Uygur'un tilamçılık kılmaydı. Bizden tilam çıkmaydı. Vatanda bazı bir tilamçılar var. Uygur emez. Ola qani buzuklar, Lo'li milleti Xitoylar burun akkagan, ham Xitoy bilan qani buzilib qolganlar. Haqiqiy Uygurdan tilam chiqmaydi. Chunki Uyg'ur millatimiz Türkiye qaraydigan bo'lsak, boshqa millatlar va Turkiyada yo'l destek berdi, pul berdi, qarsan taladigan tilamchilik qildi shular. Ammo Uyg'ur millati Allohning yordami bilan Qirg'iz, Qozoq, O'zbek bo'lsa, bu Turkiya millatlar tilamchilik qilib baqqani yo'q. Alloh taolo qilmasin. Ham bizga qarchaplayotgan mush xalqimiz tilamchi da'vatganlar Alloh insof, hidoyat, tavfiq ato qilsin deyman. Suyumli qarindoshlar desak gapchiq tugadigan datchiq mushu Ramazonninki oxiri 27-kunda butun xalqimizni uyg'onishini, o'ylanishini, vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqillik uchun amaliy harakat qilish uchun tayyorlik qilib qo'yishini, xalqimizning jinni hayotini buniga pido qilib qo'yishini, zakat bermagan, ushra bermagan baylarimizniki Allohdan qo'rqib, mush qiyinchilik qilgan qarindoshlarimizga bir heytlik, eng oz bolalarga bir kiyim-kechak bo'lsa-mu birishini, nallarını beraber bir paylaşını Peygamberimiz koşusu açatkan yatarken tok yatkan bizden emas deydi. Bütün etrafı paylaşını Sapaköy'de, Zeytinburnu'nda, İstanbul'da, Türkiye'de nurgun baylarımız var. Ama şu etrafı qaraydigan bolsak, biz öy aylandık, nurgun kembegal, ekmeki yok, neni yok, öy icaret tüleyenmeyatkan, su elektrik tüleyenmeyatkan, kıyınçı kılavatkan kırındaşlar var. Bunu kutkızaylı. Bazı çetellerde esir düşken qarindoshlar var. Bunu qutqizayli, bunu igi chiqayli. Bunu qutqizish bizning haqqimiz. Sizning haqqinglar. Tayland 40 yillik Uyg'urlar var. Ularga igi chiqayli, ularga ashi vatayli, nani vatayli, puli vatayli qarindoshlar. Bir-birimizga igi chiqayli, vatanliklar yordam qilamasak, atrofimizga yordam qila olmaymiz. Bundan qo'rqmayli. Hem neymiş görsek tenküreyli. Allah bizge yardımcı olsun. Allah bizge birlik beraberlik atak etsin. Aldığımızda inşallah Türkiye'de büyük elçimiz açıldı. Hem 55 devletke yazık evettik. İnşallah 55 devlete büyük elçimiz açıldı. Zalim Xitoyga karşı ordumuz teşkilatlanıp atıldı, güçlenip atıldı. Zalim Xitoyga karşı vuruşumuz açıldı. Bunun için bütün Sharq Turkistonlik qarindoshlar tayyor turayli. Bunun için bütün qarindoshlarimiz hazır turayli. Alloh taolo bizga birlik baravarlik ato qilsin. Biz 17 yosh vaqtimiz zolim Xitoyga qarshi urush qilamiz deb, kurash qilamiz deb, jihad qilamiz deb kepelligimizni kiyib chiqqan qarindoshlar, kepelligimiz hala mana shu yer ishxonamizda saqlab qo'yaylik. Alloh xolisi bu hayot Allah'a amanet, haman ülep gitimiz. Ama Allah bizim vatanımız Sharq Turkistonning tuprog'ida şehit bo'lib yotgan nasib qilsin, vatanni mustaqil qilgan nasib qilsin. Şehitlarimizningki, olimlarimizningki, Muhammad Salih Daimulloh chiqqan boshliq, olimlarimizning Mirzo Akram boshliq, ziyolilarimizningki
Asem Mahsun başlık bütün mücahitlerimizdeki, şehitlerimizdeki intikamını Allah nasip etsin. Allah hemmimizden razı olsun. Kadir keçenler mübarek olsun. Allah Teala bizni ulu Ramazan yani bayramga yani muş roziyetga yaxshi chegil nasip etsin. İnşallah kelar yillik roziyetni, kurban hetni vatanimiz Şarkı Türkistan'da kök bayraqning ostida as-sultanida hetkar o'ynag'il nasip etsin. Allah hemmingizden razı olsun. Muş bugungacha qilgan xatoligimiz bo'lsa, bir-birini ranjitgan bo'lsak, tekrar kechirim so'rayman. Men butun qarindoshlarni afv qildim. Meni afv qilishinglarni umid qilaman. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.